Mahalliy xabar bilan davom etamiz. O'zbekiston bozorida yangi brend Rossiyaning EWA Product kompaniyasi mamlakatimizda rasmiy faoliyatini boshladi. Kuni kecha Toshkentda kompaniya filiallaridan birining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Kompaniya go'zallik, sog'lik va kundalik parvarish yo'nalishida innovatsion mahsulotlarni taqdim etmoqda. O'zbekiston bozoriga xalqaro brend Rossiyaning EWA Products kompaniyasi kirib kelmoqda. Kuni kecha kompaniyaning Toshkentdagi ilk yangi rasmiy bo'limi mijozlar uchun o'z eshiklarini ochdi. EWA Products kompaniyasi asosan sog'liq, go'zallik va kundalik parvarishga mo'ljallangan vitamin komplekslari, funksional oziq-ovqat, kosmetika va maishiy kimyo mahsulotlarini ishlab chiqaradi. Mana bugun poytaxtimizda rasman ofis ochilishi bo'lib o'tmoqda. Bu kompaniya asosan insonlarning sog'ligini, go'zalligini tiklovchi biofaol qo'shimchalar va kosmetik vositalar taqdim etadi. Kelgusida EWA Product kompaniyasini rasman ofislari barcha viloyatlarda ochilishi kutilmoqda. Kompaniya vakillariga ko'ra, mahsulotlar xalqaro standartlar asosida ishlab chiqariladi va yurtimiz bozoriga rasmiy ravishda taqdim etiladi. Quvonarlisi, endilikda ushbu filial orqali mijozlar mahsulotlar bilan yaqindan tanishishi, buyurtmalarni qabul qilishi va kompaniya faoliyati haqida ma'lumot olishlari mumkin. Men o'zimni va farzandlarimni sog'ligiga juda ham e'tiborli ayolman. Omega baliq yog'lari farzandlarim uchun juda ham kerakli mahsulot. Hozir olib ketaman hozir. Kompaniya ma'lumotiga ko'ra, so'nggi paytlarda O'zbekistonda hamkorlar soni tobora ortib bormoqda. Tarqatish bo'limlari esa mahsulotlarni yetkazib berish va hamkorlik aloqalarini rivojlantirish markaziga aylanmoqda.